Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Eron AQShga 14 bandlik tinchlik rejasini yubordi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron AQShga mojaroni yakunlash bo'yicha 14 banddan iborat tinchlik rejasini yubordi. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Hujjatda urushni to'xtatish uchun asosiy shartlar va kelishuv yo'l xaritasi bayon qilingan. Ma'lum qilinishicha, hujjat Pokiston tomoni orqali Tehron va Vashington o'rtasidagi muzokaralar doirasida yetkazilgan. Bu reja AQSh tomonidan ilgari surilgan 9 bandlik taklifga javob hisoblanadi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Eron asosiy masalalarni 30 kun ichida hal etishni talab qilmoqda. AQSh taklif qilgan 2 oylik sulh o'rniga Tehron urushni to'liq yakunlashga urg'u bermoqda. Rejada quyidagi asosiy talablar keltirilgan: harbiy harakatlarni to'xtatish, AQSh tomonidan hujum qilmaslik kafolatlari, AQSh qo'shinlarini chegaraga yaqin hududlardan olib chiqish, dengiz blokadasini bekor qilish, Eron aktivlarini muzdan chiqarish, kompensatsiya to'lash, sanksiyalarni bekor qilish, Livan kabi yo'nalishlarda ham harbiy harakatlarni to'xtatish. Shuningdek, hujjatda Hormuz bo'g'ozidagi vaziyatni tartibga solish mexanizmi bo'yicha takliflar ham mavjud. Hujjat Eron davlat organlarida ichki kelishuvlardan o'tgach yuborilgan. Eron AQShdan ushbu takliflarga rasmiy javob kutmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp esa Eron tomonidan taklif qilingan shartlar qabul qilinishi ehtimoldan yiroq ekanini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington rejani o'rganadi, biroq uni maqbul deb hisoblamaydi. Axios nashri muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan fonida AQSh Eronga qarshi qisqa ammo kuchli zarbalar variantini ham ko'rib chiqayotganini xabar qilgan. Eron Yaqin Sharqdagi 16 ta AQSh harbiy obyektini ishdan chiqardi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron tomonidan berilgan zarbalar Yaqin Sharqdagi kamida 16 ta AQSh harbiy obyektiga jiddiy zarar yetkazdi. Bu haqda CNN xabar berdi. Gap 8 ta davlat hududida joylashgan bazalar va harbiy pozitsiyalar haqida bormoqda. Ularning ayrimlari hozircha deyarli foydalanishga yaroqsiz holga kelgan. Telekanal ma'lumotiga ko'ra, bu zarbalar tezkor, aniq va zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan holda amalga oshirilgan. Misol sifatida Kuvayt bazasi keltirilgan. U yerda aloqa sun'iy yo'ldosh antennalari himoya qilish 6 gumbazdan 5 tasi yo'q qilingan. Shuningdek, zarbalar Saudiya Arabistoni hamda Iordaniya aviabazalaridagi radar tizimlariga ham ta'sir ko'rsatgan. AQSh Kongressdagi manbalardan biri radar tizimlariga yetkazilgan zararni eng sezilarli yo'qotish deb hisoblagan. Chunki bunday tizimlardagi mintaqaviy eng qimmat va cheklangan harbiy resurslardan hisoblanadi. Avvalroq Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh Eron bilan mojaro davomida hech bir strategik maqsadga erisha olmaganini aytgan. Mojaro 28 fevral kuni Eronda portlashlar bilan boshlangan. Isroil armiyasi Eron hududiga oldindan zarbalar bergan. Keyinchalik AQSh prezidenti Donald Tramp Epic G'azab nomli keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qilgan. Zarbalar oqibatida Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomenei halok bo'lgan. Mamlakatda 40 kunlik umumxalq motami e'lon qilingan. Keyinchalik Tehron AQSh harbiy bazalariga raketalar va dronlar bilan javob zarbalarini bergan. Mojaro Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni va Iroq kabi qo'shni davlatlarga ham ta'sir ko'rsatgan. 8 aprel kuni AQSh zarbalari vaqtincha to'xtatilgan. Trampning aytishicha, Vashington Tehrondan mojaroni tartibga solish bo'yicha takliflar olgan. Tramp Eron va AQSh urushi tugaganini bildirdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Kecha 1-may kuni Oq uyning Kongressga yo'llagan maktubida AQSh va Eron o'rtasidagi harbiy harakatlar tugaganini ma'lum qildi. Garchi mintaqada harbiy qurol kuchlari hali ham mavjud bo'lsa-da,
AQSh prezidenti Donald Trampning bu bayonoti Kongress a'zolari tomonidan Eron bilan urushni davom ettirish uchun ruxsat bo'yicha 1 may sanasidagi huquqiy muddatni amalda chetlab o'tadi. Bu muddat respublikachi qonunchilar hech qanday chora ko'rmasdan o'tib ketishi kutilayotgan edi, chunki ular qarorni prezidentga qoldirgan. Maktub Trampning urush bo'yicha prezident vakolatlarini keng talqin qilinayotgani va bu qaror qonuniy jihatdan bahsli ekanini yana bir bor ko'rsatdi. U bu urushni 2 oy oldin Kongress ruxsatsiz boshlagan edi. Tramp 2026-yil 28-fevralda boshlagan harbiy harakatlar yakunlandi, deb yozgan Vakillar palatasi spikeri Mayk Jonson va Senat prezidenti Chak Gressliga yo'llagan maktubida. Donald Tramp qonunchilarga yo'llagan maktubida Tehron bilan o't ochishni to'xtatish kelishuvi ushbu muddatni amalda to'xtatishini ta'kidlagan. U joriy yilning 7-apreldan beri AQSh va Eron o'rtasidagi hech qanday otishma bo'lmaganini yozib, sulh muddatsiz ravishda uzaytirilganini qayd etgan. Shunga qaramay, u urush butunlay tugamagan bo'lishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Eron rejimiga qarshi AQSh operatsiyalaridagi muvaffaqiyat va barqarorlik tinchlik o'rnatish bo'yicha harakatlarga qaramay, Eronning AQSh va harbiy kuchlarimizga tahdidi hanuz jiddiy saqlanib qolmoqda, degan Tramp. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning Pokiston orqali yuborilgan urushni tugatish bo'yicha so'nggi tinchlik taklifidan qoniqmaganini bildirgandi. Qo'shma Shtatlar Eronga berilgan zarbalar uchun taxminan $100 milliard sarflagan. Amerika xalqi uchun bilvosita xarajatlar esa bundan ham ko'proq. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi o'zining X ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Pentagon yolg'on gapiryapti. Netanyaxuning sarguzashti allaqachon Amerikaga $100 milliard tushdi. Bu e'lon qilingan summadan 4 barobar ko'p demakdir. Amerikalik soliq to'lovchilar uchun bilvosita xarajatlar ancha yuqori. Har bir amerikalik oila uchun oylik hisob-kitob $500 ni tashkil etmoqda va bu ko'rsatkich tez sur'atlar bilan o'syapti, deydi Aroqchi. Vazir avval Isroil tamoyili Amerika oxirgi navbatda deganini anglatishini ham qayd etgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh mudofaa vazirining moliya bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajaruvchi vakili Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi harbiy operatsiya uchun taxminan $25 milliard sarflaganini ma'lum qilgan edi. U bu raqamlar dastlabki baholar ekanligini bildirgan.